kaçırıp koymanglar. Bu cemaatimizin en güçlerini hep ketmesin. O kaçıp ketmesin. Beni koymat. Bunu yesen, kış mağdur olsan. Allah. Şoňmuşynda kabul güçlük geldi-de. Şinjan Çangju Guroyi, er kabul zawodida işlengen er kabul yürüşlük mahsulotlary. Hazırgacha siz mundaq 3 masalani oylap baqdingizmi? Birinci, xizmatingizdan ayrilib qolsangiz, yana sizga boshqa yerdan kiradigan kirimingiz bormi? Ikkinchi, har oylik turmush chiqimlaringizni chiqarayotganda oyda kartingizga qancha pul solib mang'alaysiz? Uchinchi, navoda kunlarning birida egri kasal bo'lib qolsangiz, siz yig'ib qo'ygan pullaringiz davolanishga yetamdi. Oxirisida yana biz ehtiyojli narsa pul. Men sizni xizmatingizdan istifa bering demoqchi emas. Qo'shimcha umrlik kirim qiladigan bir ishni o'rtaq qilaylik demoqchi. Yakki tijoratchi ham innovatlik karta baqadiganlarga qulaylik post apparati. Haq ilish Minkoyga faqat 3.8 mo. Huabidagi pulni, Jingdong Baytiyaodagi pulni chiqara olasiz. Banka birlashmasining kodini qo'llaydi. Har qaysi noyi shaharlardan vakolatchi chaqiramiz. Yaman Bodakning xos undidor salonini qo'shib olib, Yaman Bodakning filmlarini to'p-to'liq vaqtida ko'ring. Yaman Bodak. E'lon ishlash, MTV ishlash va turli e'lon tashviqotlarni ishlashda Yaman Bodak shirkatini tanlang. A'lo mulozimat yuqori saviya sizni to'liq rozi qilg'usi. Telefon 130 70 07 29 64 0903 206 31 39. Kıyam. Ağzına su tutuşup bana xaridar geldi. Oy yaxşı tez kırgızotun. Yaxşımayım Allah ben. Kana oturam. Boyvachcha ishlar qandaroq? Mana Allah ben siz ko'rayotgandan ishlar yaxshi. Sizlarga shunday cho'ng savdogarlar shirkatiga ketdingiz, bundan keyin ishlar texnik yaxshi bo'lib ketdi. Rahmat. Allah ben. Haqchan bu yilqi yangi mag'izlarni akaldingiz haqchan. Akemem degan albatta akeldim. Ambaga tushirib, joylashtirib bo'ldim taxi. Voy, bek kayıp ketibsiz, unda qilsangiz bo'pti. Unda o'z ambaga chiqib yangi mag'izni bir kuzatgandan keyin, bir qo'noqsiz kelaydimi? Bo'ldi. Voy, imillo ben haqiqatan japa tortibsiz juma. Hammani bir shaga joylashtirib bo'ldim azon. Yaxshi bo'pti. Mani bir qo'yib baqile. Voy. Haqiqatan bek pokiza ayolgan mig'izli ekan bu. Voh, nima degan sifatlik. Shundoq, haqiqatan oydek, quyosh nurdek par paqrab turadigan mig'iz bu. Ta'mi tatliq. Elan yapqinga. Haqiqatan razı oldum. Rahmat. Yaxshi. Mening bu zavodimni bundan keyin taxima. Taqiqqa kudakamda. Albatta. Bo'libdi. Razı oldum. Undaqda shirkatga qaytib, pulni tayyor qilib qo'yman. Bo'ldi. Ma'qul. Qanday azon yanaq mig'izi jalliq, dalliq, sifatlik, sortliq bo'shtar yaxshimikan? Voy, albatta, men bu yilqi yanaq mig'izlardan naydi bek razı oldum. Bu mig'izlar nayt yaxshi ekan. Bundan keyin sizni taximi yaxshi razı qilamiz. Bo'ldi. Mana bu naqd bir mizlar.
To'liqkan. So'zimiz o'ngishli bo'lsin. Bo'ldi. Bundan keyin kechtirimiz taqmi yaxshi bo'lsin. Unda bo'lsa men mangay. Bo'ldi, o'tiravering. Bo'ldi. Ma'qul. Balla, mehmon uzib qo'yinglar. Vay. Nima? 2 million? Rasmo chaqchaq qilyapsan. Ras 2 millionga sotib bitishdingmi? Voy yaxshilabdi, ma'zurli baray. Buni ayt yaxshi sotibdi. Bo'ldi, ma'zurlan baray. Men bu yil qiyomatni qizni 1 million payda oldim. Bu degan yaxshi. Bu yağıqның məğizləri bu yıl qatqiz yan tatmaysılar illər. Bunun hamısı şu bizden qotanның yerlik məğizləri bu. Bu soda çoxum payt tapdı. Bu neymiş? Neymiş oldu? Ağzın biz aldığım çok böyle şakalken bu. Nima? Qarang. Mümkün emas. Rast bunun hamısı şakalken. Biz aldığını tuttuk. Ayağım bozdu.您好，您所拨打的号码是空号，请核对后再拨。Sorry, the number you dialed does not exist. Please check it and dial later. Graham. Ana oldu. Sen yanıq soğuz qılma deb məndən 500 min alğandın. İsіңdə bardı o? Neçə qadım telefon qıldım kötəmədin. Axır izləb sənin şirkətine gəldim mən bugün. Mən bu şirkətki balarına baxmasam bulmaydı. Bana bu pul qandak lazım hazır. Sen yanıq soğuz qılıb nurgun pul tapdın axıcan. Bugün şu pulu senden alsam bana, almasam bana. Yaxşı. Oldu. Sana şirket, maşina, hamısının olsun. Buldu?
Ana, ben qaytib geldim. Bu yerda yalnız oturupsiz, dadam qani? Dadam tugab ketgeli 2 oy bo'ldi. Nima? Ana, bu nima deyapsiz canım ana? Nima şunu bana nima xabar qilmaysiz canım ana? Senin xizmatdan aldirash. Sana xabar qilishga ulgurolmadik bolam. Sen Nasır'ın çoğu oğlu mu? He, ben. Resim babamı da. He, unda olsa yaxşı. Dadang, hayat vaqtida bizden 100 milyon qarz algan. Biroq pulni qaytarmayla u dunyoga ketib qoldi. U pullarni endi sen qaytarasan? Onu da ben bereyim. Vallahi biz yana kapaymaylar. Chaqaroq bo'l. Canım dada. Bana kargına canım dada. Oğlu qaytib geldi canım dada. Senin cemalını göremedim canım dada. Seni beklesedim canım dada. Seni beklesedim mahkem kağındır canım dada. Kargına dada. Ben qaytib geldim bana kargına canım dada. Köpçülük, yakında bir tür məbləği yol qoyulubdu. Muşu tür məbləğini biz qulluq keltirə alsak, şirkətin bundan keyingi taraqqiyatı təxmin yaxşılandı. Köpçülük ortaq tirişib, tayyorluqni yaxshi qilsaq. Ayzon, kayfiyatingiz faqatlam yaxshi emas-ku. Nima bo'ldi? Men yaqinning yanqisi bir tur mablag'ini qo'lga keltirish uchun izchil tirishyapman. Lekin bu tur mablag'i ko'z tikayotganlar intayin ko'p. Mening shaharda xili amaliy kuchim bor odamman. Biroq mushu shirkatlar menga putli qashang bo'layotdi. Mana bu uning rasmi. Faqat sizlar mushuning yo'lini to'sib tura olasanglar, mening ishim nihoyat yaxshi putidi. Sizlar faqat ishni yaxshi puttasanglar, sizlarni qattiq tartiqlayman. Mana bu sizlarga berilgan zakolat, mukofot. Ishni yaxshi puttiringlarmi?
Voy, nima qilganingiz bu ko'zingiz yo'q ba sizniki? Qopamman qasdan qolmadim. Qamlashmagan. Oi! Vay! Oi! Neymiş kıpırdağın ya da? Hecam, bugün şundan bu mümkün tutsa. Nım boğuna hem de bu. Evindiga qazib, bo'g'ib turgancha, qalam narsaning qarnitingdan men mushkinga qoldim. Sen meni 2 million denga uchratding. Bugun sen hisob olmayotgan bo'lsam ham. Sen nima demakchi? Sen meni nima qila olaytding? Qo'lingda isbot bormi? Qalabdi. Senday niyat yomon qizil ko'zda hamon qonunning jazosiga uchraysan. Bo'ldi, ochiqlama boyvachcha. Yaqinda nayt yaxshi ishdan birisi bor. Men seni izlayman. Sen meni yen aldımoqchimi? Men sana ishonmayman. Qo'y, ishonma, bu o'zingning ixtiyorligidagi ish. Bo'pti. Sen qizil ko'z aldamchiga bir qitim ishinay. Mana, jing yigitdek gap qilding, yaraysa. Bo'ldi emisa, men izlayman, ha? Hey! Senler menden pulunu bir kağılaştın mı? Senler işini cinayeti püttürenmeyi bu tüm meblağımı kolunu gitti. Bu yaymazlar! Hep tozum degen ne? Üzüm caylamasam hesap emez.
Ey Hasan! Biz qarshi atakdimiz. Bizlarni bigaga tayoq yediqsan. Sen aldırmaydı. Ula men Hasan satangni boshaqlab qapti. Siz bu yerda nima ish ko'rasiz? Men sizni yo'shamayman. Bu asli mundaq ish. Men Siz bak jafoda qapsiz. shundami? Men yana nima ko'rlarni ko'raman? Bo'ldi, ko'nglingizni bering, qilmang. Men sizning do'stingiz bo'lay. Ismim Mehray, sizning-chi? Mening ismim Abdusalam. Men bilan rost do'st bo'lamsiz? Men bir vayron bo'lgandan tursam, hozir mening hech nimam yo'q. Undaq demang, siz vayron bo'lgan bilan put qo'lingiz saqqu. Ham tirsangiz g'alaba qilish fursatiniz bor. Sizni oldigan shu razilni tepishingizga men yordam qilay. Rahmat sizga. Emin Loban, ajab bu yerga chaqirtib qolibsiz-ku. Polochidanki pololar bek o'xshaydi, shunga polo egashmish, yana pranli shayl deb chaqirtishim. Anglasam sizni yaxshi cho'ng turlar bo'lsa, mablag' soldi deb angladim. Sizning shirkat yaxshi tur bo'lsa, mablag' solishni xohlaydi. Mana menda naq ishonchlik yaxshi tur bor. Bu turning tafsiloti bunda. Bu tur yaxshi ekan. Bizning shirkat mablag' solishni xohlaydi. 500 ming bo'lsa qandaq? Bo'ldi. Unda xos polisining ishini. Ata bizning shirkatga berib olib keting. Bo'ldi. Men unda xos ballarni o'tay, shu ballar ev olsin. Bo'ladi. Hamkorligimiz ko'ngildagidek bo'lsin. Albatta bo'ldi. Hamkorligimiz ko'ngillik bo'lsin.
Ya sen çapak. Otur emdik başta. Bak kosak mı içip gitti. Amalını kılmamdak. Hey lomzelle, sen ettigenden keş hiç nulam gapini qilamsa, ya qo'lingdan tuzuk bir ishkan bilgan sen nimaning? Hey çapak. Ben bazı nurg'un ishlarni qilaman. Sen fakat ko'rmayapsan meni. Bo'ldi. Aldirmaydi. Emin degan qizil ko'z qizlarni qandoq jalayaman ekan qani? Qishqirib kelgan kakukning uni har joyda g'irib. Qishqirib kelgan kakukning uni har joyda g'irib. Kel kakuk aşna bulayli, sen musafir meğrib. Kel kakuk aşna bulayli, sen musafir meğrib. Hiç kişi ölmey durup bilmez bu canın kadrini. Hiç kişi ölmey durup bilmez bu canın kadrini. Kim öler halet diyasa, aşu biler canın kadrini. Kim öler halet diyasa, aşu biler canın kadrini. Sakay gaymu kulu, tansam sakay gaymu kulu. Meni chaqirtibgansan. Gaping o'zi tezda. Aldirab ketganingni qara. Sening pul topqing bormi yo'qmi? Sen nima demoqchi?
Bugun pullarımni qaytib berdi o'xshamamsa. Aldırmay tamamsa. Men yaqinda bir şirket bilan sodlashgandim. Sen birib shu yerdagi pulni akab bersang, 30 ming qo'ysaning bo'ldi degina. Nimish qilsa o'zing bormaysan? Mendek chong savdogarlar shunchalik pulga birib yursam, toza yaxshi bo'lmaydi. Hamma ish o'z yo'lda bo'lgan yaxshi emasmi? Chong savdogarimiz-da. Buludu. Basan biray. Lekin meni yana aldaydigan bo'lsang, bu qatim menga tamamen ishonsang bo'ladi. Bu qatim qilsa, hargiz soxta ish emas. Mana bu pulni elib, ishni yaxshi bitirgin. Buludu. Sana bir qatim ishinay. Qani o'tiring. İminlo ben kemepti-ku. Ayzon atayın bana işkence qilib qo'ysangiz-ku meni avatchi. Men iminlo bendek qilganlarga amroq. 500 mingni men tayyorlab qo'ygan. Ana mana 500 ming. Ma to'xtamga imzo qo'yib deb, minnatga sog' bo'ladi. Mana imzo qo'yibdi. Bo'ldi, unda bo'lsa men moy. Vay, tozingmi? Qanday ahvol, yaxshimi? Bugun hajab yodingizga yetib qaptiman-ku. Shu haliqi savdoning ishi qandayroq bo'ldi? Qanday qilamdiq, qilmamdiq deb telefon qilishim. Ha? Bu nima deganingiz? Bolalarni avatib ketgansiz, pulni olib ketdi-ku. Nima? O bolalarni men avatgandan keyin men faqat ko'rib boqmadim. Yanimga qaytib kelmadi. Nima? Nima deyapsiz? 2 kunning oldida 500 ming qo'yni aniqlam olib ketgan-ku. Asta, aldınıptınız. Asta, kallam qalaymi qalışıp ketdi-ku. Hey, bu işlarni endi o'zingiz hal qiling. Vay? 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 Kaça? Yani kaça? Kene bunun 500 bin koyam kene. Nasıl 500 bin koyam o? Ne kadar 500 bin koy?
Ben bu bezimi koyun şu günse iminge tapşırıp verdim onu iminge bergen ben. Bile tolu kolduratma. Nimiş kaçsaymışsa pulunu almışsın. Kasım uzanı koldan ama kaçtım ben. İkimizin arası toktan ba. Bunu sen imza koygan. Bugün belki boğmuş alıp o. Ben sana bir yaptım özet biray. Pulum ne ben sana birse. Ben mi sana birse. Kutuma. Ona gitile. O imindi geldikçe yine beni aldattı. Qara. O imin degan qizil ko'zni ya. To'xtatdi. Imin degan qizil ko'z. Seni qandoq so'layman haqida. Ket. Hey, Eden Tas. Kaçan yağa tazıp kaldın sen. Sen de dua sen bana. Tazıp kaldın da ne? Hey, bunu 500'lük koy pulum. Sen nima odam ko'mganda qaraysan? Adam körep bakma. Mayda kalab adamga. Anda kalab adamga. Qara. Bu pullarning hammasi bizdan. Biz endi o'sha to'laydigan bo'ldik. Bizdingmi? Hammasi bizdan. Meni bu yerga jiddiy chaqirtirday nima shu ade? Men bu oyunu setib, sizni qarz qaytarishingizga yordamlashmoqchi. Aygiz unda qilmang Mehray. Men unda qilishingizga arzimayman. Undaq demang-a. Men shunchalik ishga yordam qilamsam qanday bo'ldi? Rahmat sizga Mehray. Sizning bu yaxshiligingizni menga unutib qolmayman. Bo'ldi, tuzat qilma. Ömrümlük savdogar bilan deyishib qo'ydim. Bu oyunu yuqori baho sotmoqchi bo'lgan xaridor topibdi. Ular bugun mushak kelmoqchi. Rahmat sizga. Araz.
Bugün müşahit adam mı gelmekçi? Nima? Dadangiz mushaga kelmoqchimi? Bo'ldi jiddiyleşme ha. Ben dadamga ikimizning ishini degan. Dadamga qo'shildi. Men Bo'ldi jiddiyleşme ha. So'zgalar kapti, men chiqib kiray. Ma'qul. Qani kira. Oğul. Sen mi şer ekansan qo'y? Bu ishkimni tanışamsizlar? Ha, tanışımız. Men sizga buni qilib bergan odam dalmi shu. Xotirjam bo'ling, mushu uy sotilsa, bir pulingizni kam qilmay, meni qaytarib beramiz. Ben xaridorga uyning adresini deb bergan. Hozir kelmoqchi. Gel. Qasımın zavatlı uzak olgan. Hem de bu tutulgansa, ha? Bu bizdeki iş emas. Emis kimning ishi? Bizga Emil ben pul verib sizning yolingizda tashqi buyurgan. Biz faqat bir yo'qmachilish qildik. Hammasi Emil degan kazakni ishganda. Ha, Qasım Emil degan kazakni menga tepib berish huquqingmi? Ha? Dadam kelgan o'xshaydi. Dada keldingizmi? Keldim qizim. Bu sizning dadangizmi? Ha, mening dada. Sizlar tanışamsizlar? Obdallı tanışımız. Hali obdallı tanışımız. Men sizga buni qilib bergan emin dalmi shu. Mening mush kunga qilishimga dalmi shu odam sababchi. Bu qizil ko'z o'g'irlar. Oxir tutilgansa. Qani bilan pullim? Pullaring mana. Bir pulmi kam emas. Ha, Emillo ben. Bu işlerini bırak tushundirmaylimi? Meni kechir o'g'lim. Men bundoq pullarni faqat o'ylab topdim. Aslida bu 500 ming ko'y pulni men olgan. Abdusalom gunohsiz. Men uni tuhmat chopladim. Canım kızım, beni geçirgin. Ben bir yarım haftada, ben hayvan. Meni kechir adash. Sening bu yerdaligini anglab, bu yerda bek ta'sir qilib keldim. Men hamma ishdan oldim. Mana bu shirkatlar mashina ochuvchi, sen qaytib beray. Kadınız bu beni. Benim hemen hesap kaçıp geldi. Benim hemen hesap oldu.
Cismimga kuch-quvvat, tenimga uzuq va energiya izlaganimda Arqovul energiya so'qmaqi sog'lomligimning kuchli kapolati sifatida har vaqt menga hamroh bo'lib keldi. Arqovul energiya so'qmaqi bo'lg'ashqala jasoratim urg'ib, besim va qiyinchiliklar ustidan g'olib kelib, sog'lom tan, ko'tarangi ruh, qovul badanga erishadim. Arqovul energiya so'qmaqining haqiqiy energiyasi Uyg'ur tibobatining qimmatli dori retseptlariga asosan tayyorlangan bo'lib, umumiy badanga quvvat bo'ladigan kuchli energiyaning hosilotidan borliqqa kelgan. Arqovul energiya so'qmaqi menga yurak, börekni quvvatlab, immun kuchingizni oshirib, kasalliklarga qarshi turish, sog'lomligingizni qo'g'dash roliga ega. Arqovul energiya so'qmaqi sog'lomlik sovg'isi namoyandasida quvvatga energiya qo'shilib, xalqimizning huzuriga sunildi. Yeb turing kunda so'qmaq, umringiz bo'lar uzoq. Erga xos qovul bo'lib, kasallar qochar yiroq. Arqovul yemaklik pishiqlab ishlash shirkati. Arqovul Yaman Bodakning xos undidor salonini qo'shib olib, Yaman Bodakning filmlarini to'p-to'liq vaqtida ko'ring. Yaman Bodak. E'lon ishlash, MTV ishlash va turli e'lon tashviqotlarni ishlashda Yaman Bodak shirkatini tanlang. A'lo mulozmat yuqori saviya sizni to'liq rozi qilg'usi. Telefon 130 70 07 29 64 0903 206 31 39.